Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, musofirdagi aka-ukalar, obunachilar. Mana xudo xolasa biz darvozalarimizni Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumaniga olib kelib o'rnatdik. Assalomu alaykum tog'a. Alaykum assalom. Xudo xolasa mana darvozani tog'amiz uy egalari darvozalarni o'rnatdik. Darvoza qalay chiqibdi tog'a? Darvoza juda zo'r. Biz aytganda ko'ngildagidek darvoza ekan, juda o'zi ham mustahkam, temirlari ham qalin. Chiroyli darvoza bu. Hamma yo'g'i baquvvat materiallardan ishlatildi tog'a. Qalin, yaxshi. Bu darvozani bizga o'g'lingiz Rossiyadan turib zakaz bergan tog'a. O'sha muddatini yetganmiz, 30 kunda tayyorlab kelamiz deb, xudo xolasa mana kunida darvozamiz yetib keldi. Darvoza ma'qul keldimi axir tog'a? Juda zo'r. Juda ma'qul keldi. Juda yaxshi ekan. O'rnatilishi ham juda chiroyli bo'ldi. Tog'amiz mana tekshirib oldi tog'amiz. Bir qator endi darvozamiz haqida ma'lumot berib qo'yamiz endi tog'a. Kuzatuvchilarga, so'raganlarga. Hop, bizning manzilimiz obunachilar, xudo xolasa Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida ishxonamiz. Darvozamiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, Yerevan fasoli darvozamiz. Hop. Yarim ikki qavatli darvoza hisoblanadi bu. Materiallar bilan tanishtirib o'taylik. Birinchi o'rinda darvozamizning eng asosiy joylari mana bu yondorliklari hisoblanadi. Darvozamiz ushlab turadigan yondorliklari, ikkala yoni va tag qismi. Avtomobil o'tganda ko'pchilikga ezilib bukiladi. Shular haqida darvozamiz listlari, boshqalari haqida bo'ladi. Xo'p, yondorliklarga keladigan bo'lsak, darvozamiz mana shu yondorligi 8 ga 8 profil bo'ladi. Stenkasi ikkilik. Tag qismiga 8 lik shviller qo'yib berganmiz. Xudo xolasa bemalol yuk mashina ham boshqa ham kirsa ezilmaydi, bukilmaydi, mustahkam bo'laveradi. Darvozamizni rama profillariga keladigan bo'lsak, 6 ga 4 mana bu rama profili hisoblanadi. Mana bular polni 6 ga 4 profil, 1.4,5 qalinlikda stenkasi. Bu ham xudo xolasa juda yaxshi xizmat qiladi. Lislarimiz, darvozamizni lislari bu yarim ikki qavatli deganimiz sababini ham tushuntirib o'taylik. Mana bu ko'rib turgan yer yong'oq lislaring ikkinchi qavat hisoblanadi. Mana bu yonidagi tekis lislari birinchi qavat hisoblanadi. Birinchi qavatidagi lisimiz mana bu qalin lis, ikkilik stenkasi. Mana bu yer yong'oq lisimiz 1.1lik lis. Buni orasiga 5lik falya qog'oz tashlangan. Mana xudo xolasa ovozi boshqasi juda bir baquvvat darvoza hisoblanadi. Endi buni narx-navosiga keladigan bo'lsak, narx-navosi 1 kvadrat metrini 1 million so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Xudo xolasa juda ham mustahkam darvozalarimizdan biri bu ham. Fasollarimiz o'zi juda ham ko'p. Kanalimizga obuna bo'lganlar bilishadi. Hamma o'rnatgan darvozalarimiz shunaqa qilib qo'yib boramiz videolarini. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa doim shunaqa o'rnatgan darvozalarimiz haqida ma'lumotni berib o'tamiz. Yaqinda darvoza o'rnatmoqchi bo'lganlar yoki kiyra o'rnatmoqchi bo'lganlarga foydali ma'lumotlar bo'ladi. Ranglarimiz mokr asfalt rangda bo'lgan. Kraskamizni markasi Devo markadan ishlatganmiz. Mokr asfalt to'qidan sepib berganmiz. Rangini misol xohlovchilarga qizig'i yo'q, xohlagan ranglarni sepib berilaveradi. Hozirgi kunda yaxshi sepilyapti. Mana shu rangimizdan ko'p sepilyapti, to'g'rirog'i. Hop, zamoklarimiz ham yaxshi zamokdan, zubr zamokdan qo'yib berganmiz. 5 ta kalitlik, kalitlari ham ko'p. Xudo xolasa yaxshi xizmat qiladi bu zamogimiz ham. Ekranning pastki qismida nomerlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa katalog tashab beramiz, ko'rib tanlayverasizlar. O'zbekistonning barcha viloyatlariga dastavkalarimiz bor. Chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Darvozamizni orqa taraflarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Hop. Darvozamizni orqa tarafi mana shu holatda bo'lgan. Endi uyda egalari zaborini ko'tarib chiroyli qilib urib qo'yishadi. O'zlari Rossiyadaligini hisobiga ozgina qolibdi. Darvozani mana o'rnatib ketyapmiz hozircha. Chiroyli qilib keyin yana zaborini ko'tarib qo'ysa, yana ham baquvvat bo'lib, mustahkam bo'lib qoladi. Darvozamiz ochilish holatlari. Ochilish holatlari mana shu holatda bo'ladi. Zamogimiz ham mana bu yerdan burab qo'yilaveradi. Ochilmaydi darvozamiz zamogi. Bu bo'lsa mana ochiladi.
ochilgan holat darvozamiz. Mana shu holati darvozamiz razmerlarini ham aytib o'taylik. Hop, darvozamiz razmerlari. Darvozamizni bekitib olamiz. Darvozamizni razmerlari eni 325 razmerda bo'ldi. Bo'yi 335 razmerda bo'ldi. Mana shu holatda. Bunaqa razmerdagi uylarga tushaveradi shu holatda darvozamiz. Narx-navosi 10.900.000 so'm bo'lgan. Yana batafsil ma'lumotni ekranning pastki qismidagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlarimiz bor. Videoni oxirigacha ko'rganlar bittadan like tugmasini bosib qo'ysalaring xursand bo'lamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar.